Mana shu O'zda bir paytlar katta kallar yurgan, ya'ni rais, hokim, pokimlar hozir bo'lsa, molboqarlar yuribdi. Ya'ni molboqarlarda ham hozir katta kallardan kam joyi yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Namangan viloyati Ko'rsansoy tuman Tirgachi mol bozoriga kelganmiz. Albatta videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, bu yerdan olingan, sotilgan, qaytgan shu bozorda nima qiziq holatlar bo'lgan bo'lsa, hammasini siraya bir qator chiroyli qilib yoritganmiz. Albatta, mol bozoriga qiziqadigan bo'lsangiz, bizni kanalga obuna bo'lib, videomizga bitta like yozib, kommentariyga o'zingiz fikringizni bitta yozib qo'yinglar, biz sizlardan xursand bo'lib qolamiz. Akalar, biz bo'lmasam videomizni boshladik. Va qancha bo'ldi yana bola aka? Va yana bolalar qancha bo'ldi? Bu ikkitasi 65 million. Zo'r, barakasini bersin. Aka qancha bo'ldi? Semental yana bola? 80 million. Oh, barakasini bersin. Ikkita yana bola semental rossiyaskiy paroda 80 million so'm bo'libdi. Qoraxonachi. Nech pul bo'ldi aka? 12. Yashang, 12 million so'm. Juda chiroyli, juda boshqachasi ekan. Qo'qonchilardan chiqyapti. 4 million 800 ming. Nima deyapti? Narx arzonmi? 29,5 million mana buqamiz. Zo'r. Barakasini bersin, zo'r. Hafta chiroyli chiqyapti. 25 million buqachamiz. Zo'r. Bo'ylari biri 10, plus minusida zo'r, barakasini bersin. Mana yana bitta go'zal holatda chiqyapti. Qancha bo'ldi ekan bu aka? Va ikkitasi qancha bo'ldi aka? 20 ga 22. 20 ga 20 yarim, orqasidagi 20 yarim, oldida 20 million bo'ldi. Zo'r, barakasini bersin. Akalar, bizni kim qaydan kuzatyapti? Albatta fikrlaringizni yozib keting, lekin o'zlaringdagi bozor bilan solishtirib, arzon ekan, qimmat ekan deb albatta kommentariyada yozib kelsangiz, biz xursand bo'lib qolardik. Va nech pul oldi degan tog'a? 36,5 million so'm. Yashang, barakasini bersin. Lekin haqiqatdan o'ta bahaybat, chiroyli narsa ekan. Yo'da buqani chiroyli chiqyapti. Qancha bo'ldi ekan bu? 23 million 600 ming so'm. Rahmat, yashang. Bo'ylari 1.10, 1.20 plyusida. Zo'r, barakasini bersin. Akalar, bozor qanaqa bo'lyapti? Albatta fikrlaringizni yozib ketinglar. Bir o'radigan chiqyapti, narxini bilamiz. Aka, narxidan xabaringiz bormi? Oh, akamiz zo'r mollar olib chiqyapti, lekin narxidan xabarlari yo'q. Lekin o'ta chiroyli ekan. Niyat qilganlar uylariga baylab borish nasib qilsin akalar. Zo'r. Chiroyli ona bolasidan chiqyapti. Ona bolaning narxi bilan. Aka, qancha bo'ldi ona bola? 3 million bolasi bo'g'az, enasi bo'g'az. Bolasi bo'g'az, enasi bo'g'az 30 million so'm bo'libdi. Zo'r. Barakasini bersin. Mana sarig'idan chiqyapti, sarig'idan. Narxini bilamiz hozir. Aka, qancha bo'ldi ekan? Assalomu alaykum. 30 million 600 ming. Oh, zo'r, barakasini bersin. Bo'ylari biri nech? 32 million mana bunisi. Voh, zo'r. 32 million so'm. Chiroyli chiqyapti. Qancha bo'ldi tog'a? Nisbga berdimiz endi. 13 million 600 ming mana, zo'r. Barakasini bersin. 13 million 600 ming ketibdi. Ularga bittasiga taqib qo'ysa, sementalga aylanadi o'sha. Yana bitta chiroyli chiqyapti. Shopir aka, qancha ekan narxidan xabaringiz bor? Voh, pulini bilishmayapti. Lekin chiroyli narsa ekan. Bu aka qancha bo'ldi ekan bu? Akamizda ham narxidan xabarlari, aytgilari kelmadi yo. Shopir aka, narxidan xabaringiz bor? Ha, jup chiqyaptimi? Bo'ldi, yashang. Jup chiqyaptigan, jupini narxini bilamiz. Mana chiqyapti. Nech pul oldi ekan aka? 34. Ha, qorani jupimi? Yashang, mana haligini jupi, qorani jupi shu ekan. Buqani ishqozlariga buqasi chiqyapti. Xunojon aka, qancha bo'ldi tog'a? 23 million. Buqaga o'xshar ekan, lekin buqamas ekan, 23 million so'm. Zo'r, barakasini bersin. Bu yoqda yana bitta buqani originali chiqyapti mana. Dahshat. Niyat qildim deb turing, albatta. Niyatingizga yeting. Qancha bo'ldi hoji tog'a? 28. 28 million. Voy. Mana sizlarga 28 million. Broller buqa deydi buni ko'pchilik. Yevradi, semiraveradi. Oh. Narxidan xabarlari yo'q. Uchtasini ham
Boy aka uchtasi qancha bo'ldi ekan? 65 million uchtasi. Mana sizlarga zo'r. Barakasini bersin. Uchtasi 65 million. Aka qancha bo'ldi ekan? 13 million 300 ming so'm mana zo'r. Barakasini bersin. Yosh buzoqchamiz kelyapti hozir. Yoshidan so'raganlarga biz ko'rsatamiz narxini. Qancha bo'ldi hoji tog'a? 13,5 million so'm. Barakasini bersin. Tog'a qancha bo'ldi ekan? 16 million 200. Aka qancha bo'ldi? 18. Yashang 18 million so'm zo'r. Barakasini bersin. Narxlar qanaqa bo'lyapti? Akalar fikrlaring kommentariyada yozib, videoga like bosib ketinglar. Chiroylisi. 29 million bo'g'oz. Mashinagacha to'g'ormasa bo'ldi mana. O'ta yetuk, shvet ekan. O'ta zo'r ekan. Barakasini beraversin. Yoshidan chiqilyapti. Qancha deyishdi mana uni? 1,5 million 15 million. 15 millionga 9,5 million. Zo'r, barakasini bersin. Bitta shunaqa sifatida chiqilyapti. Qancha bo'ldi ekan bu aka? 27 million. Mana sizlarga narx. Narxlar qanaqa bo'lyapti akalar? Fikrlaringni yozinglar albatta o'zlaringdagi bozorlar bilan. Bo'ldi Shopir aka. 31 million so'm bo'pti. Zo'r. 31 million. Barakasini bersin. Mana yana bitta chiroylardan chiqilyapti. Narxini bilamiz albatta. Boy aka qancha bo'ldi? Yashang, barakasini bersin. 14 million 100 ming so'm bo'pti. Aka qancha bo'ldi ekan mana? 16 million bo'pti. 10 sigirimiz zo'r. Hech akamiz Shopir narxidan xabarlari yo'q.